Yaxshimsizlar ko'pchilik, bugun oilada oshxonalarnikidami bakrak o'xshaydigan dapanjining qo'riqsuvini yutib qo'ymay yurganlar aymay bergandan film tarqitib o'tdi. Filmga tafsiliy diqqat qilinglar. Bir ko'riblar bugun olasizlar, uyda chuqum sinab qilinglar va yeyishlik chiqadi. Oldi bilan to'q go'shtni mushunda cho'nliqda chanab tayyor qilib olamiz. Yongunimi mushunda cho'nliqda to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin bir qachiq elib olsak bo'ldi. Andan keyin samsaq, so'ng piyoz, sinjang, bosh piyoz, ko'k qizil lazımmi mushunda cho'nliqda to'g'rab tayyor qilib olamiz. Tayyor qilib olgan konfetni yilman so'qchilab qo'yamiz juma. Andan keyin qozonga 2 cho'mish may, bir qo'shiq shakar silib, tekshi ilashtirgandan keyin shakar mushunda alati chechaklaydi. Chanib olgan to'q go'shtimizni silib 2 minut atrofida qoraymiz. 2 minut atrofida normal o't qorgandan keyin to'piga sinjang, xo'ja, samsaq, so'ng piyozni silib 2 minut atrofida qorayotgandan keyin bir qo'shiq atrofida xo'shojon yo'qizib bir ilashtirib, dapanjini eng o'xshatadigan cho'ng ustamning dapanji xo'rchijimi, dapanjini vash yo'qshatadi. Cho'ng 3 xaltasidan 3 xalta chiqadi. İçidən manada kiçik xaltasından 6 xalta chiqadi. 6 qatlam ishiltalaysizlar va yeyishlik chiqadi. Canlı sağgandan keyin bir elashtirib, yon silib, yana bir elashtirib atgandan keyin to'piga muvofiq miqdorda suv qo'shamiz. Andan keyin tuz va janjijang, ahmosh, azroq ochiq suv qo'shib, tekshi bir elashtirib, tuvoqni yopib 10 minut atrofida dumlaymiz. 10 minut dumlagandan keyin tuvoqni ichib, andan keyin konfetni silib, bir ilashtirib, ko'k qizil laza, so'ng piyozni silib, tekshi bir ilashtirib, taxsiga ussaqlam. O'xshagan dapanji tayyor bo'ldi. Qilish oddiy ham bakiyishlik, uyda chuqum sinab qilinglar, ballalaringlar, uydagilaringlar chuqum yoqtirib yeydi. Mehmon kelganda qo'rib basanlarmi chuqum maqtab ketadi. Qilish oddiy, bir ko'riblar, bugun olasizlar, uyda chuqum sinab qilinglar.